Assalamu alaikum kraldaki izləyicilər, keşfinizlər xeyirli olsun. Mən Adil Əvliğur, Uyğur Tədqiqat İnstitutu namıdan həmənlərə salam yollayıram. Ərəbcə institutumuzun müdiri şundaqla Hacettepe Üniversitesi Ədəbiyyat Fakültesi Tarix Müxbirisi dosent doktor. Ərəb məlumatlarını ötküzüb qoyatqan xalqara vəziyyət və gün tərtibi namı proqramımızdakı yeni bölümü huzurunuzda oldu. Hər kim hanım xoş gəldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Izləyicilər, biz bugünkü proqramımızda bir iki temini analiz qilmoq istiyoruz. Birincisi Özbekistondagi g'arbiga joylashgan Qoraqalpog'istonda meydon kelgan voqealar va Amerika prezidenti Jo Bayden'ninki Xitoyga bu kiyim-kechak va bu o'qitish materiallarga qaratilgan bajninki miqdorini tuvalatish haqidagi so'zininki sababi ustida analiz yapıştırışımız aldı. Özbekistan'ın g'arbiga joylashgan Qoraqalpog'iston Cumhuriyeti meydondagi voqeasi to'xtalamiz. Bu Qoraqalpog'iston Cumhuriyeti Özbekistan'daki Abdun Cumhuriyeti hisoblanadi. Qoraqalpog'istonniki umumiy nüfusi 1.800.000 atrofida. 600.000 Qoraqalpoq, 400.000 Özbek, 300.000 Qozoq, 100.000 boshqa etnik guruhi yashaydi. Qoraqalpoqlarning tili qozoqcha bilan no'g'aychiq yaqin, ya'ni qipchoq til guruhiga tava. Qoraqalpog'istondagi tarix haqida ko'p to'xtalmaymiz. Erkinman agar düzenli o'tib qolgancha to'xtaldi. Aldılan bu Qoraqalpog'istondagi yuz bergan voqealar bu O'zbekiston asosiy qonunida Qoraqalpog'istondagi siyosiy salohiyatga munosabatli bir islohot elib kirish munosabatlik qarorga yoki mushning qarta Qoraqalpog'istondagi poytaxtida o'tgan hafta shanba kuni zo'r bir namoyish o'tkazildi. Namoyish jarayonida 18 odamning o'lganligi, 200 dan ortiq insonning yaralanganligi va 500 dan ortiq insonninki tutqun qilinganligi bildirildi. Biz bugungi programmamizda Abdun Cumhuriyeti'nin nima uchun bunday bir voqeani yuz berganligini, ondan keyin bu voqeaniki balkim O'rta Osiyodagi boshqa jumhuriyatga kengish ihtimolining bor yo'qligini, shundaqla buningki Qozog'iston yuz bergan voqeadan keyin o'tirg'i chiqishninki qandaqroq bir munosabat borligini yuritib ko'rsatishimiz. Aldilarki ma'lum siz bu voqeani qandaq tushunasiz yoki qandaq izohat berasiz? Hammamiz bilgandek bu voqeaning chiqishining sababi shu O'zbekiston asos qonunchilikda bir o'zgarish kirgizish. Bu yerda bir modda bo'lsa, shu Qoraqalpoqninki avtonom jumhuriyati salohiyatini oldirib o'tish. Ve şundaqla Qoraqalpoq rayon öz aldığı erkin bo'lgan, öz aldığı igilik huquqi bo'lgan, öz aldığı qonunlari, meclisleri, adliya sistemi bo'lgan bir rayon. Shunga O'zbekiston bilan bir homogenleştirmek, yani o'xshashtirmek için bir qonunnomani referendum yo'lida hal qilishni o'tirib qo'yish bilan Qoraqalpoqninki bu hükümeti ve halkı bir yerde bunu kabul kılamaydıganlığını, şununla bunun karşı bir namoyish ilip bağlanlığını görüyoruz. Aslında bu Qoraqalpoqninki salohiyati hammamiz bilgandek, şu Sovetlar vaqtida bularga bir avtonomiya cumhuriyeti bergan. Hem de bu keyingi şu O'zbekistonning qonunida O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilgan aldımı asas kanunun 47. maddesinde şu Qoraqalpoqninki abaqi degan avtonomiyalik bir salohiyatini qo'g'dab qilish va agarda o'zgarish bo'lib qolsa, shu Qoraqalpoq meclisi buni qabul qilgan taqdirda undan keyin ayrila oladiganligini, bo'lmasa O'zbekiston bilan shu bir butun shaklda davom qiladi deb ifade var. Hazır hem de Özbekistan şu asas kanunun 47. maddeye karşı bir özgertiş kirgizishini koydu. Qoraqalpoq burun yani 1932-36'dan evvel o Kazakistan'ınki bir terkibi bu. Ki ondan keyin Özbekistan sözleşip o Sovetlerle ahiri özge bağlıgan. Şununla bu Qoraqalpoq kıl cetten, neyle etnik cetten bulsun, tarihi cetten bulsun. Ular şu Qozaqlar ve Qıpçaqlar ve yakın bo'lgan bir ahvol var. Yani Özbekler bilan
abaqiman degan alaytliklar bilan pek o'xshab ketmaydi. Shu Qoraqalpoq degan rayondagi bu ishlab chiqarish jihatdami sanoiylashgan bir yer emas. Bo'libmi shu Aral ko'lining suvlari azayib ketib, nurg'un shundoq daryolari qurib ketib, u yerdagi ishlab chiqarishma ojizlashib ketgan. Yani bunda degan chog'da iqtisod jihatdan bir O'zbekistonning qolgan rayonlariga, taraqqiy qilgan rayonlarga pek selishtirib bo'lmaydi, ojiz. Öz aldığı ma'rifi bor, öz aldığı üniversiteleri bo'lsa, ama bu jihatdan bir ojizlik bor. Endi hukuk agarda O'zbekiston bilan iyilik hukuk jihatda, salohiyat jihatda o'xshashlashtirish faaliyeti bu Qoraqalpoqlarni biraz rencide qilgandek turdi. Ama Qoraqalpoqda meydanga kelgan bu namoyishninki şuarları azatlık. Ben videolarımı qaradım. Esasen şu şuar azatlık. Demek ki Özbekistan'dan ayrılmak isteydi. Şununla bu Özbekistan bununla qarab turamag'achqa bu saqchi kuchlarni ishlatib bu adaqasiz degan shunday bir voqeani yaratib qo'ydi. Endi bununla nurg'un davlatlar tanqid emasda, ya'ni O'zbekiston hukumatini shu qonuniy ishlar bilan, qonuniy moddalar bilan bu ishni hal qilishga tavsiya qilyapti. Mayli Amerika bo'lsin, Turkiya bo'lsin, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lsin, hatto O'rta Osiyodagi Qozog'iston va qolgan jumhuriyatlarni O'zbekiston hukumatiga sizlar bu ishni hal qila olasizlar, bu ishni chaqqan qon to'kmay turib chaqqan hal qilib o'tishinglarga ishonchimiz bor degandek gaplarni qilyapti. Bundan keyin bu O'zbekiston hukumatimi shu avvalgi degan Qoraqalpoqning salohiyati bilan munosabatlik referendumni qilmaydigan bo'lganligini deyishdi. Hozircha biraz besiqqandek turdi, ama bir voqea o'tirib chiqqachqa bu voqeani tamoman tugab ketishi biraz vaqt olgandek turdi. Mana bu Qoraqalpoqning O'zbekiston nisbatan muhim tarafi qaysilar? Bu rayon tabii bu zeminden başka, yani öz vaxtida Özbekistan o'ziga qetilish bilan birlikte şu zeminden başka bu rayonda nurg'un şu meyve, çiğve deymiz, şu paxta deymiz, onunki madenler var. Aşılar da Özbekistan için muhim. Eğer de ayrılsa öz aldığı bir cumhuriyet kuralaydigan salohiyatimi varsa asas qonun qilgan. Ama eğer de Qozog'istonga qaytib ketgan vaqtida O'zbekistonning to'prog'i azaladi. Çünkü Qoraqalpoqlarningki nüfusu belki O'zbekiston nüfusunun %2'dek bo'lsa, ama zemini bütün O'zbekistonning %37. Yani hele bir 1/3'den ko'proq bir zemin. Şununla bunu O'zbekiston bu ahamiyatidan tufayli bunga qarshi chiqib keldi. Hozir endi siz degandek bu Qoraqalpoqlar mayli til jihatdan bo'lmasin, mayli etnik jihatdan bo'lmasin, Qozog'istonga bakrak yaqin endi. Shu qatimqi voqea tufaylidan Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida bir munosabat jihatdan so'kilish kelib chiqqanmi, chiqmadi? Hozir qargan chog'da chiqmaydigandek turdi. Çünkü Özbekiston Qozog'istonning arasında mı 1990'dan beri ikki davlatning arasında nurg'un do'stlik ve munosabatlik bazı kelishimlarga imzolashgan. Bu da mı Qozog'iston hukumatimi shu imzolashgan bu hujjatlarga binoan yoki shunga sodiq qolamiz deb O'zbekistonga bir ishonchlikni berdi. Biz buni qilmaymiz deb. Şunun qargan chog'da bu O'zbekiston Qozog'iston arasında bu mesele chiqmaydi deb ko'rman. Shu yaqinqi bir zamonda keyin uzun muddatda qanday bo'ldi uni taraqqiyotga qaraymiz.
Өткенде Қазақстан yüzdегі вақиада Putin әскери өткенде Қазақстанға. Yani Қазақ өкіметіге мас ішіп, bu yerдегі вақианы тенжиш үшін күш çıkargan болды. Biz haberler aşında okuduk. O kıtımki Özbekistan yüzdегі вақия meselesinde Putin elbette Ukrayna seyahatinin belki 5 yıl qattiq ağır ketken bolışı mümkün yoki başka sebepler buluşu mümkün ama Kerimeli'nin bayan etsi dedi ki bu Özbekistan'ın işki meselesi biz Özbekistan özel kılaydı deb aşı diyatını qilgan bo'ldi. Bu Özbekistan'daki burun bu Kırgızistan'daki Özbeklerden Kırgızlar oturusu bir tokumu yüzdegi. Hazır hem de bu Özbekistan'daki Kazak yoki Qaraqalpaqlar Özbekler oturusu emas da hükümet oturusu bir Türkiye yüz bir vardı. Muşu bir vaqalar başka oturası cumhuriyetlerge geniş itibarı bağımı yok mu? Yoki aşağıdaki bir siyasi kurulma yoki etnik murakkabchilik yoki Sovet ittifoqi yoki Rossiyaning u bir nufuzi yoki Xitoyning nufuzi degandek mush masala tufaylidan tabrida voqeaning ulug' ehtimoli bormi yo'qmi sizcha? Aslında şu 1920'de Toshkent konferansida bir yig'in qilganman. Türkologiya bilan munosabatli yig'indaydi. Aslında O'rta Osiyodagi şu etnik gruplarni belgilash. Ularninki zaminlarini siz berish. Bunu sızgan vaqtida Stalin hükümeti bunu bilib qildi. Misalga Qirg'iziston bilan Tojikiston arası, O'zbekiston bilan Tojikiston arası ve O'zbekiston bilan şu Qirg'iziston arasında bazı zeminlarni sunniy qilib sızgan chegirani. Misalga şu Qirg'izistonning janub taraflari, Osh deymiz, Jalolobod deymiz, Farg'onaning rayonlari bu Özbekler köperek boğan nüfus cepte Özbekler köperektir. Bu rayonlar Kırgızistan'a sızpagandan keyin bu yerda etnik meselelerme bazı vaqtlarda chiqib turayotganligini ko'ramiz. Kırgızistan, Özbekistan, Tojikiston arasında chegarada ba'zan vaqalar chiqadi. O'lim ahvollarma chiqadi. Bundan keyin bu Kırgızistan bilan O'zbekiston orasidagi suv talash tortish meselesi var. Çünkü O'rta Osiyoda ikki cho'ng daryo bor, Amur daryo va Sir daryo. Bundan keyin bir cho'ng bir ko'l var, Aral ko'li. Bu Aral ko'li va Baqishki daryoninki eqib oxir borgan yer yani shu Qaraqalpoq. Yani demakchi bo'g'nim hamda Sovyetler şu siyasi çigiralarını sızgan vaxtıda, bekitken vaxtıda bazı meselelerini tiyirip koygan, urukunu tiyirip koygan. Şununla bundan keyin O'rta Osiyoda bundan meseleler yana çıkıp durdu. Bu meyli Andijondan bo'lsin, meyli Osh, Jalolobod bo'lsin, Qirg'iziston, Tojikiston orasidagi chegara meselesi bo'lsin. Bular talash tortishning bir sebebi bo'ludi hamda. Eğer de başka sırttaki güçler bununla aralashib qilgandan keyin bu meseleler tekrar çoğmaydı. Ama hazır bazı devletler belki onu istemaydi deb o'ylayman. Misalga Xitoy bundak murakkablaşgan yoki urush jidal yamanchiq bo'lgan O'rta Osiyoni istemaydi. Çünkü bir yerde bir mutluluk, tinchlikni xohlaydi. Bo'lmasa bu Xitoyninki yeni İpek yolu quruqlikdagi bu yeni İpek yolu ama ziyon keladi. Hozirdan boshlab Qaraqalpoqning meselesining orqasida Amerika bor degan bor. Ruslar qildi deganlar bor. Ondan keyin boshqa shu terror kuchlarmi bor deydi. Bu o'tganki shu Qozog'istonda maydonga kelgan voqea bilan hukumatninki pozitsiyasi o'xshab ketadi. Ko'proq shu chet kuchlarga bog'lanadi. Bu İslamiy teröristlerge bağlanmadı bunu. Kazakistan'daki bu sürüştürmedeki ahırlaşmadı. Zaten kim bu işini bozlandırdı? Diğerine hazırca depremedi. Ama halk deydiğim gibi bu iktisat çalışıyordu, turmuş çalışıyordu. Bu hükümetteki parkollar, bu rüşvetler, yolsuzluklar, iğirler ona esas kıldı. Ama hükümet başka güçler Kazakistan'ı bölmekçideydi. Ama Kırgızistan, Özbekistan mı şunu da oldu? Çet güçler var orada. Aslında sebep başka bir sebep. Şunu da O'rta Osiyodagi
bunda bir rayonda evvelki diyen çigra sızış etnik ondan töperli mavi etnik cetteki bir dokunuşlukla, ihtilaflama her daim bağımlı. Azraqlı bir o vakanı gıdırlaydıgan bir sebep çıkmasla yani oturup çıkıdı. Şununla bunu bilgeçke öz vaxtıda Kazakistan Cumhuriyeti olsun, Nazarbayev, Mao, Özbekistan'ın Kerimov Cumhuriyeti olsun, Kırgızistan'ın Akayev olsun. Bunlar muşu meselelerini hal kılış için Orta Asya'da bir entegrasyon yani bütünleşiş aslında bunlar en başta bunlar 94'lerde bir Orta Asya Meclisler Birliği'ni kurgan. Yani Orta Asya'daki meselelerini şu ortak mecliste hal kısaktır. O işte yarmadı. Onundaki ortak bir iktisadi ticari mekanizmanı kuraydı. Onu mu kılamadı? Şu Türk halkla diyen hukumunu çıkarak Kerimov'la öz vaxtıda diyen Nazarbayev biraz çıkarak tırışkan. Birlikni kuraylı dedi. Onu mu kurgan boldu Türkiye'nin işçide. Ama o tüzügrek mamıdı yani. Kurgan mekanizmanın içi boş, içini dolduramadı. Şununla bu bazı meselelerini birlikte hal kılaylı diyen o düşünceme eminleşmeyi vardı. Bunda bir peyde Orta Asya'da hem de bunda vakalar çıkıp durdu deyip oylayayım. Yani bir sebep olsa bu biraz jirah, çonkurak bir sebep. Bu olsa şu etnik meselelerini hal kılgan çağda kurulgan devletinin ki etnik isim bile kurulgan bir milli devlet. Misalga Tacikistan desek, Tacikistan'ın içinde nurgun Özbek Kırgızlama bağlı. Kazakistan'ın içinde nurgun Kırgızlar bağ, Uygurlar bağ, başka milletler bağ. Bu Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan karısan, kançı millet var, memleketlisi 100'den çıktı durdu. Esas milletine sanlaşıyla birlikte, küçük misalga Yahudiler, Koreliler, Tunganlar, Muşlanıma sanat hesap kıldı. Hem de bu kurulgan devlet misalga Özbekistan degenden keyin bütün Özbekistan'daki başka etnik gruplama şu Özbek milletiga esas bağlı. Bu Kazakistan şunda, Kırgızistan şunda, Tacikistan şunda. Bu ahval misalga Türkiye'nin misalga versek, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli devletinin kimliği Türk. Yani bu Türkiye'de bütün yaşayan Türkler, Kürtler, Ermeniler, Yahudiler, bunlar hepsinin ki umumi kimliği, devletinin kimliği Türk. Ama Türkiye'de esas millet Türk yani. Bunlar hem de şu milli devletinin kimliğindeki Türk, etnik Türkler okşaya işte Kürt. Yani devletinin ki o Türk kimliği, etnik kimliklerini bütünleştirişe tırışkan. Tırışkandan kim? Kagan Kürtler, Yahudiler, Ermeniler deydi. Eğer de milli devletinin ki kimliği Türk degen kimlik, eğer de etnik kimlikteki Türk olsa biz şu milli devletinin kimliğindeki Türk emas deydi. Bunda olsa biz ayrılımızdaydı. Şununla Türkiye hazırca şu asas kanunu özgertişli Kırgızaylı'da düşünün oldu. Bu hükümetten evvel mi bu yapılar vardı? Bunu hal kılamaymadı. Hal kılamaganın sebebi evet degen şu noktalık mesele. Yani devletinin kimliği bile bu etnik kimlikni okşaşlaştırıyor. Misalga Kazakistan'da mı desek, Kazakistan şu milli kimlikni tikleş için bütün dünyadaki Kazaklar henüz Kazakistan'da kelsin Kazakistan nüfusu yetmeydi. Türkistan nurgun Kazaklarını keldi. Ama bir yerde kılınıvatkan Kazakistançılık emas, Kazakçılık. Şununla bu Kazakistan'da mı şu milli kimlikni teke mukumlaştıramıyorlar. O Özbekistan'da mı şunda? Hazır kalpaklık meselesi mi aşın körünü var. Eğer de Özbekistan yalnızla Özbek'nin olsa biz Özbekistan'a tebe emas.
Aslında etnik isim bilen şu milli devlet kimliğini okşaşlaştırgan Xitay şunda. Xitayning Junhua milleti degeni hamda Junhua ulusu, yani Junhua nation degan. Junhua degandan Xitoy bo'lgandan keyin Xitoydan sirt boshqa millatlar uni qabul qilolmaydi o kimlikni. U yolg'izlik Xitoyning kimligi keldi. Shuningga mana bu Yevropada, Amerikada ba'zi ko'pinchining kimligi etnik kimlik emas. Hozir biz etnik kimlik deb ko'ryapmiz. Fransiya, Germaniya bular etnik kimlik, undaq emas. Yani bir zaminning ichidagi xil din veya etnik farklı olan milletlerini bir ufkunun aslında, bir ufkunun içinde bularını birleştiriş yaraydı o ufkun. O ufkun eğer de birisiyle tevbe bulparsa, kalğınına tevbe bulmaydı da onu his kılamaydı. O kimlikini özü kabul kılmaydı. Kılamağından keyin de devletin içinde müşündak bölünüşlerinin sebebi bu. Yani bu biraz çonkur icraat bir sebep. Ama mühim sebepinin biri de görünüyor. Malum uzakta, uzakta Sovyet İttifakı'yla şu Orta Asya'daki umumi Türk değil mi? Bunların oturuş okşaşık demez, oturduk inç farklarını çıkışıp durup, bunlar oturuşta bir çiğra, siyasetin çiğrasıdır. Bunlar neyle kıyım? Ayrı çıkıştırı çıkan dediniz ki, aşının bu meyvelerini, ifadelerini kuruvatımız. Biz bu kutumda gerçi hazır biraz burun yaxşı düşündürüp yetimiz. Şundaqdan bir texnik konkurs açtırsak bunu. Bu qatamqı Qaraqalpaq Cumhuriyetidagi bu voqealardan biz Sharq Turkiston qandaq bir ders alsak bo'ldi, savaq alsak bo'ldi. Endi Qaraqalpaqlarningki abayman degandek o'ziga o'zininki bir iglik huquqi bor. Iglik huquqi degan sahip bo'lgan to'proqning ustida boshqara oladigan haqqi yoki qonun chetdan berilgan bir kuch. Bu nima Qaraqalpaqda bu bor. Turkistonda bu yo'q. Turkiston bu otonomiya deb ko'ringan bilan Turkistonliklarning hokimiyati, ya'ni hukumat deyli, bütün Turkistonning ham yerini, ham ishini boshqaramaydi. Chunki o sistem biraz farklı, çünkü Komünist Parti boshqurdi Turkiston. O mu yetmagandek dinklama qilish bergandi. Nurg'un meseleler. Qaraqalpaqningki o'zining meclisi bor. Turkistonning yo'q. Turkistonning meclisi Komünist Partining boshqarayotgan bir meclis. O'zining xalqi saylab chiqargan millat vakillari emas, Komünist Partining o'zining ko'rsatgan odamlarni tanlab akilib qurgan bir meclis. Onun için o o'zining meclisi bo'lmaydi. Qaraqalpaqning o'zininki asos qonuni bor. Qolgan o jinoyat qonunlar deymiz, shu qolgan jazolandirish qonun deymiz. Bular o'z oldiga bir qonun bor. Ama bu Qaraqalpaqningki bütün qonunlar hammasi O'zbekiston asos qonunga moslashtirib chiqargan qonun. Yani xilaf emas. Turkistonda bu yo'q. Misalga deyli, Xitoyning asos qonuni 36 moddada nima deydi? Shu diniy e'tiqodiga biz erkinlik bor. Yani dinga ishonmay bunun bir erkinligi bor. Ama Xitoy zo'rlayotgan hammamiz bilamiz ve Turkiston hukumatining chiqargan ba'zi qonunlar shu dinga qarshi ve Müslümanlarga qarshi bir siyosati shu hozir man degan Xitoyning asos qonuniga xilof. Ama bunu deydigan adam yo'q. Desa so'laydigan gap. Misalga Ilhom To'xtov. Misalga 37 moddada bütün Xitoy fuqarolarining mayli qaysi millatdan bo'lsin, ularning g'ururiga chekinmaydigan, kamsitmaydigan degandek ashunday moddalar bor. Ama Sharq Turkistonda 21-asrninki qulluq sistemini icra qilyapti. Ve hamma dunyo odamlarning tanqid qilayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini ilib beryapti. Shuningga bu Sharq Turkiston shu avtonomiya o'zini idora qiladi degan gaplar yolg'on gap bo'ladi. Bir qaraqalpoqchilik bir salohiyati yo'q. Shuningga bu selishtirma qilgan chog'da Qaraqalpoqlar Sharq Turkistonliklardan shu siyosiy, qonun,
ve icraat cihette, hükümetin icraat cihette Şarkı Türkistanlıklardan biraz erkinlik. Bu erkinlik tabii bu Özbekistan'da mı ensireshke salıdı tabii. Çünkü o öz aldığı müstakil bulumuz dese kanun cihette bununla hak vergenler. Şununla bu Sovyetler ittifakı mı şundaktı? Mesela Sovyetler ittifakı nurgun cumhuriyetlerden ve bazı otonomiye cumhuriyetlerden teşkil tapkan. Bunların hemmisinin ortak ismi Sovyet. Soyuz degandek biz aslında deyimiz var. Sovyet degan isim hemmisini birleştirdi. Hem de Sovyet takılgandan keyin, takılıp ketgan, yemirilgandan keyin hem de onunla qaytilgan ama takıldı. Aşının okşaş hem de Özbekistan'da mı eğer de şu meselelerini hal kılamızsa Qaraqalpaq öz aldığı, yani kanun cihette öz aldığı müstakil bolalaydı. Ama siyasi cihetten kılalandı bunu. İktisat cihetten kılalandı. Çünkü Özbekistan'da da iktisadi bağlanıp ketken değil mi? Kıyımlangan ahvallar bu kaladı. Korkalgan ahvallar bu. Şunu bula aldırıp müstakillikini hükümetki ilgisiler demedi, yani Qaraqalpaq hükümeti. Ama halk tarafından azatlık degan şuarlarını vakıralar. Demek Özbekistan'dan ayrılış niyeti halkta var. Halkta eğer de şu an seviye bolsa, şu anda bolsa, o biraz Qaraqalpaq hükümetinden mi kıynap koydu. Yani Özbekistan'dan ayrılması bulmaydı. Şununla bu devletlerinin ki neyli siyasi devletini başlayan siyasınlar olsun. Bular hem de köperek şu halkının ki avazına ekmek birişlik doğru geldi. Misalga halkının ki küçüğünü desek, misal verip de o Osmanlı imperiyası bile Mançur imperiyası her ikisi yükselgen İngiliye, yeni imperiyaya karşı handak bir inkaz bildirmez diyen vakitte birleşip okşap getirdi. Şununla bu bir yerde kılgan birinci işi hem de ıslahat. Hem Osmanlı'da dışında hem Mançur imperiyasında dışında. Islahatına elip varamadı. Çünkü bu ıslahat şu saraydan başladı. Yukarı seviyedeki emeldarlardan başladı. Onun içinde karşı çıkanlar mı vardı? Ama Japonya'ya mı şu okşaş vaktlarda mı ıslahatını elip vardı? Ağam vakti da hem en yukarıdaki padişahsından en tövendeki halk bunu istiyor. Otur sınıf istemiyor. Şununla halktan kelgen taban deyimiz bu. Tabandan kelgen inkazını kabul kılgan takdirde o ıslahatlarını asan buludu. Rusya mı şunda ıslahatını ilip algan ama ular bazen mecbur bile. Zorlap kıldı. Bazen biraz yumuşluk kıldı. Şununla yerim ıslahat ilip algan. Ama Osmanlı imperiyası ve Mançur imperiyası ıslahat kılamı başka ucutuluk çünkü. Yani halkta aşında bir niyetle bopasa o uzun müddet devam kılıdığı diyen mesele. Malum hazır Kazakistan misal verdiniz, Özbekistan misal verdiniz ve başka Türkiye misal verdiniz. Bu etnik grupunu asas kılıp bir milli devlet emez, belki şu coğrafiyelik ortak namını yoki şu coğrafiyada üstüde yaşayotgan barliq etnik gruplarni o'z algan ortak bir nam ostida ulus yoki davlat qurishninki mo'yinligini bunda qilgan vaqtida onun ichidagi bütün etnik gruplar yoki millatlarni rozi qilib bo'lganligini cho'ng ig'ir masalalarninki kelib chiqishining oldini olib bo'lganligini misollar bilan yaxshi so'zlab o'tdingiz. Men demoqchi endi bizning Sharq Turkistonning deyli başlaq bir murakkab masalalar bor. Bu yerda demegan bilan qozoq va o'zbek va uyg'ur va biz Allah burun endi qozoq, o'zbek, uyg'ur desa Allah burun o'zimizni ayrim bir millatdek his qilamiz. Chunki biz uzun yil shunday gap anglab olgan bo'lg'achqa davomli o'tirmizliklarga o'xshar chiqib emas, farqli nuqtalar davomli ta'kidlangan bo'lg'achqa biz ashaq bir ideyaga kelgandek turmiz endi. Hozirgi ahvol qaragan vaqtida. Shunga biz aman bir kuni mustaqil bo'lganligini ishonamiz Sharq Turkistonning. Unda olgandan hazırdan başlap hem de şu
Sharq Turkistondagi asosliq millatlarning o'rtasidagi farqlarni emas, o'rtaqlikni asos qilgan bir qurilmaniki, siyosiy qurilmaning bo'yinligi haqiqatan zarur biz uchun. Shuni demoqchi bo'ldim, biz bu Qoraqalpoq yoki O'zbek Qozoqdan olgan savoq yoki darsimiz dal shu nuqtadamikin deb o'ylayman. Siz qanday qaraysiz bunga? Bu to'g'ri. Bergan misollarni shu masalaning qanday o'tirib chiqqanligini va buni qanday hal qilish mumkin bir tushunma bergan bo'ldim. Bunga yana bir misolni keltirib, bu nima? Afg'oniston. Afg'oniston degan bu hukm Afg'onistondagi Pashtun bo'lsin, Tojik bo'lsin, O'zbek bo'lsin, Turkman bo'lsin, Hazara bo'lsin, bularni hammasini butunlashtiradigan bir hukmdi. Bir ismdi. Ammo Pashtunliklarning soni ko'p bo'lg'achqa, Afg'oniston Pashtunliklarning deb bo'libmi Talibanninki atrofida ko'pincha shu Pashtun bo'lg'achqa, ya'ni hammasini ichiga olalaydigan, tarkibiga olalaydigan bir Afg'oniston ism bo'lsa-mi, ana bu etnik jihatdagi andaq davranishlari ani bo'lyapti. Shuningga Sharq Turkistonda, masalan, Sharq Turkiston degan vaqtida Sharq Turkiston Xitoydan boshqa butun xalq hammasininki umumiy ismi bo'lalaydi. Ki buning ikki qitim Cumhuriyetning e'lon qilgan o'tmishmi bor. Ammo hozirdan boshlab Uyg'ur ayrı, Qozaq ayrı, O'zbek, Tatar, Mo'ng'ul, Shiva deb ayirgandan keyinlar o vaqtida Sharq Turkiston degan ism Afg'oniston degandek a'loni hammasini ichiga olalaydigan bir ism bo'lamaydigan bir holga kelib qoladi. Ki Xitoy shu avtonom rayonni qurgan vaqtida shu bir butunni qilamisin deb Sharq Turkiston degan ismni bermay shu Xinjiang bo'lsin, Xinjiang yeni zemin, yeni toprak, yani işgal kılıngan müstemliki rayon degan kuchurni basma, ma'noni basma, ama Sharq Turkiston ishlatmayli deb chin turgan. Bo'lmasa Sharq Turkistonni ishlatayli degan shu mayli Shopandilar bo'lsin, mayli G'ulji Cumhuriyetining hukumati bo'lsin, bular hammasi Xinjiang ismini shu Sharq Turkistonda almashtirayli deb chiqtirishgan. Xitoymi biladi Sharq Turkiston degan ism hammasini butunlashtira oladigan ism. Shuningga bu 55 ga bog'icha shu Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tungan, Mo'ng'ul hammasiga ayrı-ayrı yer bo'ladi. Shivalarga bir noyani bo'ladi. Bu bo'lganki ular shu bo'lgan rayonning ismini o'zining kimligi bilan butunlashtirdi. Misol Sharq Turkiston shimoli hammasi Qozoqlar. Ammo o shimolda xil millatlar bor. Tatarlardan Uyg'urlargacha, Tunganlardan yani Mo'ng'ullargacha. Xitoy ashuni bilgachga ashunda chubib berib, uni oz deb bir jihatdan Qozoq, Qirg'iz, O'zbek hammasini ayrim ko'rsatdi bizga. Hatto shu Qozoq Uyg'urlarning orasidagi jidal silishda, Qirg'iz Uyg'urlar orasida jidal silishda misolga deyli, Uyg'urlar Chexiyada bir Qozoqni ekib qo'yib, Mo'ng'ullar ko'p yerda bir Uyg'urni ekib qo'yib, shunday qilib ashulaqa ziddiyatni paydo qildi. Yana bir jihatda bu bunchalar jidal bo'lib, ixtiloflar bo'lib, hatto qon to'kilib bir ishlar bo'lib kelsa, Xitoyning umumiy boshqarishiga ziyon kelgachga, uningdagi millatlar bir-biridan ayrilmaydi deb. Ama u yerdagi millatlar degan vaqtida Sharq Turkistondagi ayrı Qozoq, Uyg'ur, O'zbek, Tatarlar Xitoydan ayrilmaydi, Xitoyliklar ma'u millatdan ayrilmaydi degandek anda yerga akibadi. Ya'ni yig'ib kelgan chog'da Xitoy Sharq Turkiston bu hukm bilan butun xalqini butunlashtirgan shu mazmunni ichiga oldigan, tarkibiga oldigan ismni ishlatishdan shu qichiyotdi hamda. Shuningga Sharq Turkiston desa Xitoy pek xo'sh bo'lmaydi-ku, hep qarshi chiqib kelgandi. Shuningga bu ba'zi bu davlat qurman degan vaqtida shundaq ko'p etniklik, ko'p din jihatda mazhablar xil bo'lg'achqa bu ulus davlat, ya'ni milliy davlatni qurgan vaqtida g'arbliklar mushtaq bir modelni topgan, nation deb topgan. Ammo millat degan ma'noda emas.
Shuningga buningdan kim xalqaroningki shu qoidalarga, qonunlarga qarab davlat quradigan bo'lsak, bu vaqtida albatta degan masalalardan tajriba savob olish lozim. Ko'ramanlar, biz vaqt bilan programmamizni yoki ikkinchi temamizni analiz qilmaymiz, chunki vaqt bir yerga berib qoldi. Biz bugungi programmamizda O'zbekiston g'arbiga joylashgan Qoraqalpoq avtonom jumhuriyatida yuz bergan voqealarning sababini va uning ko'rsatgan ta'sirini, shundaqla biz bundan Sharq Turkistonlik bo'lishimizda e'lingan saboqlarni Erkin Mavlonov atrofida so'zladi. Erkin Mavlonov, sizga ko'p rahmat. Men rahmat etaman.